Bir kishi o'zi haqida hikoya qilib shunday deydi. Ishim shaharda edi. Shaharda yashar edim. Ota-onam qishloqda, ularni ziyoratiga 2 kunda bir, 3 kunda bir borib turardi. Qishloq bilan shaharning o'rtasida bir necha soatlik yo'l bor edi. Ota-onamni ziyoratiga chiqib, farzandlarim bilan borib, ularning oldidan qaytib kelayotgan edik. Singlim ham bizga qo'shilib oldi. Singlim ham birga ketishini xohlab mashinaga chiqib o'tirib oldi. Ayolim, 2 ta o'g'lim, 1 ta qizim bor. Hammamiz mashinada suhbatlashib ketar ekanmiz, kulishib borar ekanmiz. To'satdan mashinamiz baxtsiz hodisaga duch keldi. Mashinamiz aylanib ketdi. Nima bo'lganiga aqlim yetmay qoldi. Bir necha lahzalar o'tdi. Ikkala o'g'lim ham shu lahzada vafot etishdi. Qizim shol bo'lib qoldi. Ayolimning boshiga zarba tekkan edi, hayot bilan o'lim orasida turdi. Singlim esa komaga tushib qoldi. Bir lahzada. Tasavvur qilib ko'ring, ayoli, singlisi 3 ta bolasidan birdaniga ajrab qolishdi. Bir necha lahzalarda bor yo'g'idan ajraldi. Yana musibatning kattaligini ko'ringki, farzandlari va ayoli o'zini qo'lida jon beryapti. Singlim va qizimning oldida shifoxonada uzoq o'tirdim. Lekin keyin baribir uyga ketishga to'g'ri keldi. Uyimga